Assalomu alaykum akalar. Oltinko'lda ishimizni yakunlaganmiz. Shu haqida to'liq ma'lumot beramiz. Video sizlarga qiziq bo'lsa, biz oxirigacha kuzatib qo'yinglar. Qani bo'lsa boshladik. Akalar, mana bu ko'cha shapkani, uyda shapkamiz bo'ladi. Shapkamiz uzunligi 20 metrga 1.20 chiqqan eniga akalar. Bu ishimizga mana qoshli qilib berganmiz. Mo'kiraydi. Endi kamerada unchalik ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Nur qaytaryapti hozir. Quyosh nurida shu holatda chiqqan akalar, cho'tki holatda orqalarini navoli qilib berganmiz. Navoli bo'lib bagati holatda turibdi, chiroyli holatda mana. Bitta akalar liniyalarga ham cho'tki bitta. E'tibor berib turasizlar, liniyalar ham cho'tki holatda chiqqan mana. Oqqa mo'kiraylardan foydalanganmiz. Uyimizning darvozaxonasi mana. Darvozaxonasini ham navoli qilib berganmiz. Bir xilda qilib ikkovsiga bir-biriga patmas qilib. Holasa cho'tki chiqqan holatda mana. O'rtasiga bitta kosmoslarimizni qo'yib berganmiz. Hali ham trendda ketmoqda, hali ham kosmoslarimiz. Cho'tki holatda mana burchaklari ham cho'tki mana. Darvozaxonamiz qisqa bo'lishiga qaramasdan liniyalari ham bir tekisda chiqqan, penalari ham liniyasi bitta bir xilda bo'ladi akalar. Ish sifatiga ham shu holatiga ham bitta ko'rib ko'rasiz. Ustani masalan ishlarini ham bitta ko'rib ko'rasizlar mana shu holatida ham. İşte holatini mana shu videoda mana ko'ringan holatdagi xuddi shu holatda, sizlar kasbdagi xuddi shu holatda bundan ham go'zal holatda qilib chiqarib beramiz akalar. Bu ishimizning ko'cha shapkasi ham bor. Ko'cha shapkasiga to'xtalgan bo'lsak, yana uyimizning ko'cha shapkalari ham bor mana. Darvozaxonamizning mana shu holatda, cho'tki holatda mana. Uyimizning ko'cha shapkalari mana. Shu holatda chiqqan ko'cha shapkalarimizga faqat mana navo qo'ymaganmiz, qisqa bo'lganligi hisobiga. 70 chiqqan bo'yniga shuni hisobiga navo qo'ysak, o'ta kichrayib ketib qolar shapkamiz. Shuni hisobiga faqat karniza qilib berganmiz, lolalar bilan bunga qo'yib. Uyimizning ko'cha shapkasi ham 20 metrga 70 eniga 70 chiqqan. Buni ham qosh qilib berganmiz. Chega tarnotayda qoshi bor buni ham. Shu holatda chiqqan. Ichkari shapkaga to'xtalgan bo'lsak, bu yerdan darvozaxonamiz. Ichkari shapkaga yana to'xtalgan jihatlardan endi lolasini ham o'zgartirsak bo'ladi. U ham 3 etapli lolalar bor. Shuni ham qo'ysak bo'ladi. Shularga ham e'tibor beramiz. Bizga fason so'rasanglar, fasonlar tashab beramiz. Buni nejavakali variantlarini ham ko'p videolar qo'yib boryapmiz. Nejavakali variantlari ham bor har xil. Siz qaysi birini xohlasangiz shu variantda qilib beramiz. Bu ishimiz to'xtalgan bo'lsa, bu ishimizni 17 million so'm evaziga qilib berganmiz akalar. Kosmos ham yo'lar ichida. Sizga ham shunaqangi xizmati kerak bo'lsa, uyingizga qildirmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga bog'lanib, o'zingizlar qiziqtirgan savollarga javob beringlar. Hammaga rahmat, sog' bo'lasiz.